Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan o'zim dasturchi YouTube. Hozir sizlarga bitta fokus ko'rsataman. Shu oddiy Google turgan narsaga. Endi o'tkazamiz. Nimalar bo'lyapti? Ko'rasizlarmi? Bu ba'zilar uchun ajoyib narsa, ba'zilar uchun shunchaki oddiy. Endi sizlar uchun bir g'aroyibroq narsa bo'ladi, sizlarga yoqadi deb shu narsani tayyorlab qo'ydim. Bu narsani ham albatta kodini birgalikda o'rganamiz. Lekin sizlarga hali buni o'rganishga ertalik tufayli hozirda shunchaki border kodimizni to'liqroq o'rganamiz. Va biz o'tgan darsda xuddi shu narsani birgalikda yaratdik. Endi keling, border xossalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, borderni kechagi darsda tushuntirdim. Endi buni 4 ta bo'limi bor. Birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim, uchinchi bo'lim, to'rtinchi bo'lim. Xo'p, buning uchun border top, ya'ni borderni yuqorisidan endi left radiusni 10 piksel deb qo'ysak, ko'ryapsizlar, keyin border dasht aqvoni olib tashlaymiz. Mana shu yerda sal dumaloqroq bo'lib qoladi. Borderda asl vazifasi dumaloqlashtirish, ko'ryapsizlarmi? 50 piksel. Endi kelinglar, bu tomonni ham xuddi shunaqa qilishga harakat qilib ko'ramiz yoki bundan sal kattaroq yoki kichikroq. Buning uchun border top, ya'ni yuqoriga right radius bo'lsin 30 piksel. Mana ko'rdinglar. Xo'p, endi borderda border button, ya'ni button degan bu pastga degan left radius, ya'ni shu chapini aytaylik 20 piksel qilib qo'ygan. Va endi border button qismini rightni 10 piksel qilib qo'ygan. Va bizda xuddi shunaqa narsa kelib chiqdi. Ko'rasizlar, endi shuni unutmang, bizda 4 ta qoida bor. Ya'ni tab bu yuqoriga degani, yuqoriga, button pastga, tab yuqoriga, button pastga, left chapga. Endi bu to'g'ri inglizcha so'zlar, lekin yodlab olishimiz juda ham zarur. Chunki bu ITda asosiy narsa, asosiy til bu ingliz tili bo'ladi. Xo'p, right o'ngga. Shuning uchun albatta qo'ldan kelgancha ingliz tilini o'rganishimiz shart va majbur. Faqat shu dasturlashga oid bo'layotgan shu videolar ko'ryapsizlar, xuddi shu kodlarni to'liq yodlab olinglar. Sizlarni men dasturchi deyman. Shu kod yozayotgan inson ham dasturchi. Lekin juda ham kibrga berilib ketmaymiz. Xo'p, mana shu narsa. Xo'p, borderda xossalarini tushuntirdim. Endi shuni keling divda yaratib ko'ramiz. Ya'ni shu aytganda, endi shunda keling shu image tagidan bitta div ochamiz. Aytaylik, klassga, ya'ni nuqta degani bu div ochilyapti, element yaratilyapti va unga nom berilyapti. Xo'p, ya'ni nomni nima qo'yamiz? Aytaylik, house. Yo'q, house emas. Ramka. Endi ramkani inglizchasini bilmayman. Xafa bo'lishadi. Mayli, endi shu ramkamiz bo'sh turibdi. Endi keling, shu ramkani nuqta qilib chaqiramiz. Nuqta ramka. Gulli qavs ochib, aytaylik buni width'ini, ya'ni eniga 100 piksel beramiz. Height'iga bo'lsa 100 piksel. Hop. Border top left radius 10 piksel bo'lsin. Keling shu borderga endi stil berib qo'ymasak, rang berib qo'ymasak yig'lab boradi. Shuning uchun biz solid 10 piksel deb qo'yamiz. Rangini bo'lsa mayli shu panjara F1 degan rangimizga o'zgartiramiz.
Sal ko'rinmayapti yoki ee degan kodimiz ham bor. Mana panjara bu ham ko'rinmay qoldi. Sal ko'rinmayapti. Mayli, ko'rinadigan sizlarga qiynamay do'stlarim. Mana. Hop. Border top left radius aytaylik endi 10 piksel emas, 500 piksel. Mana ko'rasizlar, shunaqa holatga qiyshaytirib yuboryapti. Ya'ni dumaloqlashtiryapti. Hop, endi aytaylik border topning right qismi, ya'ni 10 qismini olgin 30%, ya'ni 30% qismini dumaloqlashtir deyapmiz. Keling shu yerda 50% desak nima bo'ladi? O'zgarmayapti. Sabab bu yerda o'ta katta piksel berilgan. Mana. Shu ham normalniy bo'lib qoldi. Keling bu tagini ham 20 bersak, buni ham 20 berib qo'ysak. Qanday? O'ta chama. Hop, endi border bottom left yani chapini aytaylik 10 pikselda ber. Ya 10 piksel ham bo'lmayapti. Tepadagilar bir xil qilsak gulli bo'ladi. Endi keling shuni nusxalab bu yerga qo'yamiz. Ctrl qilib endi shuni xohlasak shuni right qismini ham deb qo'ysak bo'ladi. Right 10 qismini oladi. Agar shunday turishi, mana shu turishi yaxshi, axir aka desangiz, meni olib tashlaman. Prosta shuni qo'yib deb shuni aytiga 5 piksel berib qo'ysak ham sal dumaloqlashtirib, sal farq qiladi shu uchala burchakdan. Hop, keling shu imijni shu yerga joylab qo'yamiz. Buning uchun shu imijni nusxalab Ctrl X bosib, Ctrl V qilib tashlab qo'yamiz. Va qarasizlar, surat o'ta katta chiqib ketdi. Buning uchun bu yerdagi suratni visxetini o'chirib yuborib, object fit cover beramiz. Vizga 100%, hediye 100%. Endi suratimiz shunday bo'lib qoldi. Shuning uchun mana buni o'chirib yuboramiz. Va e'tibor bersak, mana suratimiz shu ramkaning ichiga joylandi. Xo'p, bizda nima bo'lyapti? Nimaga visxetini juda katta berdingiz, lekin surat nimaga kattalashtirmayapti deyishlar mumkin. Keling shu yerda hozir border radius, ya'ni suratni dumaloqlashtiraylik. 10 piksel deb qo'ysak nima bo'ladi? 10 piksel emas. Hop, 10 piksel yaxshi ekan. Endi shuni mana bu qismini ko'rasizlar, mayli sal chiqib qolyapti. 0 ga tenglab qo'yamiz. Mana, e'tibor berdilarmi? 0 emas, 2 piksel ekan. 0 turgani yaxshi ekan, chunki hali suratimizda oq bilan bo'lyapti. Hop, buning asosiy sababi bizda object fit cover degan kodimiz bor. Ya'ni bu butun ekranga yoyish degani. Misol aytaylik, bizda bitta uyimiz bor. Uyimizga biz surat yopishtirmoqchimiz. Butun joy, hamma devor turgan yerga. Buning uchun shu devorga qancha surat ketadi, butun o'lchamini o'lchab olamiz va shunga yarasha surat sotib olamiz, to'g'rimi? Bunda ham xuddi shunaqa object fit cover degan butun ekranga, ya'ni shu butun element divimizga ichidagi suratni yoyib tashlaydi. Vis 100%, ya'ni shu eniga, shu divning ichiga, otayning ichiga 50-100% bo'yiga ham 100% tur degandek gap. Shunaqa object fit cover bu butun ekranga yoyish degani. Mana hop, videomiz juda uzayib ketdi. Sizlar bilan uzubi dasturchi YouTube bo'ldi. Mening ijtimoiy tarmoqda YouTube'dagi kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, agar qo'linglar charchab qolgan bo'lsa. Va albatta like, kommentni ham bosishni unutmanglar. Meni albatta videolarni kuzatib, o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Men hech qachon ishimni yomon demayman. Albatta hammamiz Xudoning gunohkor bandalarimiz. Hammaga omad. Albatta sizlar ham full stack development, men ham full stack development dasturchi bo'lgan bo'laman bu videoni sizlar ko'rayotganlarda.
Xudo xohlasa albatta sizlar bilan UzBudastur YouTube bo'ldi.